Christopher Nolan'ning Odyssey kinosi dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Keling bugun Gomerning Odyssey asarini qanday bo'lganini ko'rib chiqamiz. Gomerning bu asari Itika qiroli Odysseus haqida. Bu asarda Odysseus Troyadagi 10 yillik jangdan so'ng uyga qaytishi va o'sha uyga qaytish jarayoni yana 10 yilga cho'zilganligi haqida. Odysseus urushdan so'ng uyga qaytish sayohati davomida juda ham ko'p sarguzashtlarni boshdan o'tkazadi. O'sha sarguzashtlarning birinchisi bu afsonaviy maxluq bir ko'zli Siklop bilan uchrashuvi. Siklop Odysseus va uning askarlarini qo'lga oladi va ularni yemoqchi bo'ladi. Lekin u o'sha joyda o'z ayyorona taktikalari bilan Siklopni ko'zini ko'r qiladi va u yerdan qochib ketadi. Lekin uning bu ishi dengiz xudosi Poseidonning g'azabiga sabab bo'ladi. Chunki Sikloplar bu Poseidonning farzandlari bo'ladi. Va Odysseusning keyingi 10 yillik hayoti Poseidonni turli hiyla naringlardan qochish bilan o'tib ketadi. Uning jamoasi to'fonlarda qolib ketadi. Ba'zi orollarga borganda hattoki ular ongini yo'qotishni boshlaydi. Yana bir orolda Circe ismli jodugar tomonidan uning odamlari hayvonga aylanib qoladi. Lekin bizning Odysseus shu vaziyatdan ham chiqib ketadi. Odysseus jodugardan qutulgandan so'ng yana bir qiziq afsonaviy mavjudotlarga duch keladi. Ular sirenlar. Sirenlar shunaqa mavjudot ediki, ularning ovozini kim eshitsa, ular o'z joniga qasd qilishar edi. Lekin Odysseus insonlar orasida sirenlar ovozini eshitib tirik qolgan birinchi odamga aylanishni xohladi. Va sirenlar oroldan o'tayotganda o'zini kemaga bog'lab qo'yib, ularning ovozini eshitib tirik qoldi. Agar sirenlarning ovozini eshitib odam tirik qolsa, demak sirenlar o'zini joniga qasd qilish kerak edi. Mana shunday bir vaqtda Odysseusning qirolligi Itikada juda ham qiziq vaziyatlar bo'layotgan edi. Uning ayoli Penelope va uning o'g'li Telemachus Odysseusni o'ldi deb o'ylagandi va uni qirolligi ham. Va ko'plab joylardan qirollikka odamlar tashrif buyurib Penelopani qo'lini so'ragandi. 20 yillik juda ham qiyin sayohatdan so'ng Odysseus o'z qirolligiga qaytadi. O'z uyiga qaytganda u keksa bir odam qiyofasiga kiradi va shaharni aylanishni boshlaydi. Shaharda uni hech kim tanimaydi, lekin mana shu joyda biz juda ham bir mashhur rasmni eslasak bo'ladi. Ya'ni bu keksa Odysseus va uning keksayib qolgan iti rasmi. Odysseus o'z itini topganda keksayib holdan toygan iti uni taniydi. Va asarning so'ngida Odysseus Penelope bilan uchrashadi va qirolligini qaytib oladi. Gomer bizga bundan keyin Odysseusning taqdiri nima bo'lgani haqida hech narsa yozmagan, ya'ni u qachon o'lgan, nima bo'lgan, yo'q hech qanday ma'lumot.